Chaqalog'ingiz mittagina barmoqlari bilan sizni barmoqlaringizni ushlayaptimi yoki to'satdan chiqqan tovushlardan cho'chiyaptimi? Chaqalog'ingiz hali ham ona qornidan tashqaridagi hayotga moslashmoqda. Ko'plab reflekslar hamon kuchli bo'lib, keyingi oylar davomida yana ko'nikmalar paydo bo'lishi bilan bu reflekslar asta-sekin so'nib boradi. Shifokorlar bu dastlabki o'zgarishlarni rivojlanish bosqichlari orqali kuzatib boradilar. Ammo esda tutingki, har bir chaqaloq o'z sur'atida rivojlanadi. Masalan, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar ko'pincha rivojlanish bosqichlariga kechroq erishadilar. Agar sizda biror xavotir paydo bo'lsa, doimo pediatringiz bilan maslahatlashing. Birinchi oydagi o'sish. Aksariyat chaqaloqlar birinchi oyda juda tez o'sadilar. O'rtacha quyidagicha o'sish kutiladi. Vazni 700-900 gram, bo'yi 2,5 sm, bosh aylanasi 1,25 sm. O'sish impulslari kutilmaganda sodir bo'lishi mumkin. Bunday paytlarda chaqalog'ingiz tez-tez emishni xohlaydi. Bu holat deyarli har soatda bo'ladi. 1 oylik chaqaloq nima qila oladi? Yirik motorika. Qorni bilan yotganda iyagini qisqa vaqtga ko'taradi. Tepaga qarab yotganda boshini yonga buradi. Mayda motorika. Qo'llari ko'pincha mushtga tugilgan holda yuz yaqinida turadi. O'z-o'ziga yordam, ovqatlanish va tinchlanish uchun yaxshi emadi. Muammolarni hal qilish. Oq-qora narsalarga tikiladi. Yuzlarga qisqa vaqt davomida qaraydi. Ijtimoiy, hissiy. Ota-onasining ovozini taniydi. Noqulaylikni bildirish uchun yig'laydi. Retseptiv til. Kutilmagan tovush yoki ovozlardan cho'chiydi. Ifodali nutq. Yumshoq, tomoqdan chiqadigan tovushlar chiqaradi. Chaqalog'ingiz nimalarni tushunadi? Ko'radi va eshitadi. Tushunadi, qo'lga olganda o'zini xotirjam sezadi, tanish ovozdan tinchlanadi. Ko'radi, 20-30 santimetrgacha bo'lgan masofani yaxshi ko'radi. Qora, oq naqshlarni ma'qul ko'radi. Eshitadi, baland tovushlarga nisbatan sezgir, mayin ovozlar va allalar bilan tinchlanadi. Birinchi oydagi uyqu. Chaqaloqlarning ko'pchiligi bir necha kunduzda 14-17 soat uxlaydi. Har 2 soatda ovqatlanish uchun uyg'onadi. Uyqu hali tartibsiz. Tun va kun tartibi hali o'rnatilmagan. Rivojlanishni qanday qo'llab-quvvatlay olasiz? Chaqalog'ingizni rivojlanishi oddiy, mehr bilan yo'g'rilgan kundalik odatlar orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Ovqatlantirish paytida sekin gapiring va kuylab bering. Ko'rish qobiliyatini rivojlantirish uchun yuqori kontrastli rasmlar yoki osiladigan o'yinchoqlardan foydalaning. Aloqa o'rnatish uchun chaqaloq bilan yuzma-yuz bo'lib ko'zlariga qarang. Bo'yin va tananing yuqori qismidagi mushaklarni mustahkamlash uchun qisqa, nazorat ostidagi qorin bilan yotish mashqlarini bajartiring. Shifokorga qachon murojaat qilish kerak? Agar chaqalog'ingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, bolalar shifokoringiz bilan bog'laning. Ovqatlanishda qiyinchilik yoki vazn yig'ishda muammolar bo'lsa, tovush yoki yorug'likka javob bermasa, mushaklari haddan tashqari tarang yoki bo'shashgan bo'lsa, juda kam yig'lasa yoki uni tinchlantirib bo'lmasa. Xulosa, 1 oylik chaqalog'ingiz ovozlar, ko'z aloqasi va yoqimli his-tuyg'ular orqali siz bilan muloqot qilishni o'rganmoqda. Siz qila oladigan eng muhim narsa bolangizga mehr-muhabbat, e'tibor va muloyim rag'batlantirish berish. Bu unga yangi dunyoda rivojlanishga yordam beradi.